Men nima qilishim kerak? Ketib o'tirib beraymi işte. Strategiyadan ham ko'ra menga eng o'rgangan narsam o'zim uchun logika, bozorga qarash. Maslahatim ustozga adashmanglar. Berayotgan pullaringizga o'sha dostoyni ustoz topsalaringiz, inshaalloh, menimcha sizlar yaxshi yo'ldasizlar. Agar ustozdan adashsalaringiz, o'zlaringiz uchun keyin bilasizlar dalshi natija qanaqa bo'lishini. Forex'dan, например, tradingga haqiqiy treyderlardaqa qarashni o'rgandim. Oxirgi 3 kunlik darsda biz umuman hech qayerda ko'rmagan bilimlarimizni berdi. Aslida aka u juda bomba bo'ldi. Salom barchaga, men ismim Zuhriddin. 2007-yildan 18 yoshdaman. Trading sohasida 16 yoshimdan beri shug'ullanib kelaman. O'zim mustaqil YouTube'larda o'rganib kelganman shu vaqtgacha. Lekin bilganmanki, baribir boshida ustoz bo'lmasa, yo'l-yo'riq ko'rsatib turmasa juda qiyin. YouTube'da ko'p darslarni ko'rish jarayonida menga bozorda bitta sekrli o'rganganman. Klassik usulni tanlaganman o'zim uchun. Keyin ko'plab traderlar kuzatganimda klassik usulda ishlaydigan, shu bek traderlar ko'p ko'rganman kanallarda. Tashagan idealari, streamlarni ko'p ko'rardim. Menga tushgan. Keyin o'yladim, aloqaga chiqdim. Keyin bek traderga o'qishga qaror qildim. 20 kun Toshkentda Sirojiddin aka birga o'qigan bo'lsak, hamma narsasi chotga, bozorda globalniy. Lekin ikkita ustozni ham menga eng yoqqan tomoni, bozor dars o'tyaptimi? Jonli savdo bilan isbotlab birdan strategiyalarni tushuntirib ketyapti. U backtest, bunaqa tarixni ko'rsatishlar yo'q. Shunaqasi yoqdi. Keyin darslarga strategiyadan ham ko'ra menga eng o'rgangan narsam o'zim uchun logika, bozorga qarash. Nima deyishim mumkin? Ustoz bilan intervyu bermaganman biror marta. Ustozlar shuncha mehnat qilib o'rgatgan strategiyalarni oylar mobaynida ancha praktika qilib, natija ko'rsatishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Ismim Shohruh. 1997-yilda tug'ilganman. Namangan viloyati Norin tumanida. Hozirda ustozimiz Bek Traderda oldiga o'qishga kelganman. Shu kungacha bir ikkita joyda o'qidim. Yaxshi hammasi, lekin ozgina natijaga chiqa olmadim. Orada minuslar ham bo'ldi. Orada o'zimizni to'xtatib, Telegramda polностью birinchi ko'rib, prognoz qilib, polностью kimda qanaqa, qaysi holat, kimning sistemasi yaxshi, hamma narsa ketayotganini bilib keldim. O'qishimiz hammasi a'lo. Darslar вообще chotki ustozga gap bo'lishi mumkin emas. Nimani o'rgandim? Что kelib men bu yerda bu misol Forex'dan, например, tradingga haqiqiy treyderlardaqa qarashni o'rgandim. Bu yerda sistemasini o'rgandim, ustozni sistemasini o'rgandim. Boshqa hayotga bir boshqacha nazarda, tradingga boshqacha nazarda qarashni o'rgandim. Hozirda natijaga chiqishni boshlayapman. Hammasi yaxshi. Xudo xolasa, darsni yana ustoz bilan davom ettirishni qaror qildik. Inshaalloh oldinda hali hammasi zo'r bo'ladi. Kuzatib boringlar, atay ustoz bilan birgaman yana. Xo'sh, assalomu alaykum. Bizlarni kuzatayotganlar, trading o'yinchoqdek ekanlar yo'q. Trading o'yinchoq emas, faqat xo'sh, o'zlaringizga mos keladigan ustoz topib bilsalaringiz, inshaalloh trading o'yinchoq bo'lmaydi. Hozir Instagramda har kuni shoning bir 10 ta yangi trader chiqib keladi. Bu xo'sh, o'zini boyligini, tepa o'rdan berdan narsalarni olib, o'zini ko'z qiladi. Aka-ukalar iltimos sizlardan O'zbekistonda sharoit bunaqa zo'r emas, ularga aldanib qolmanglar demoqchiman. Maqsad ularga aldanmanglar, yaxshi bir ustoz tanlashga adashmanglar. Ustozlar bor, sal uzoqroqda. Iloji bo'lsa mana Telegram yoki bir kanallarni topib, ustozlar bilan xo'sh bog'lanishga harakat qilinglar. Biz ham mana shu Sherga, Gruziyaga kelib o'qishning sababi bir marta o'qib ko'rdik, bir Instagramda allandik. To'g'risi uni yoshirish kerak emas, endi kimligini aytmayman. Sherda bir allandik biza xo'sh, u yerda effekt bo'lmadi. 6 oy o'qigan bo'lsam ham umuman natija yo'q. Faqat slip. To'g'ri, 1-2 marta normalniy foyda bo'ldi. U bilan hech qanaqa bir o'zgarish bo'lmadi-da. U prosta o'zini ham qoplamadi, kerak bo'lsa o'sha xo'p, slip bo'lgan pullarni ham qoplab bermadi. Tepa sal o'shqab qoldi o'sha joyda. Xudoga shukr, hozir biz 10 kishi O'zbekistondan kelib mana shu bekani izlab topib, o'zimiz shu ustozdan shu iltimos qilib, ustoz bizga bir dars o'tmasangiz natijalar unaqa zo'r emas deb aytib, inshaalloh ustozni rozi qilib mana keldik. Ustoz bizani yaxshi iliq kutib oldilar. Xudoga shukr. Gastiniца hamma sharoitni qilib berib,
bormagan joyimiz qolmadi. Hamma joyga ustoz o'zlarini boshchiliklarida kollektivlari bilan birga olib borib, qo'ylar suyib berib, inshaalloh bizani shunday xursand qildi. Gap bu yerda faqat bir sohani o'rganish emas, bu yerda birinchi o'rinda turadigan bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbat. Qanday desam, bir aka-ukachilik tepa shunayda. Endi shu bilan ham dars ham chiroyli o'tdi. İnşallah mana 10 kun bugun o'sha erta oxir kun bo'lsa, mana bugun darslar tugadi. Xudoga shukr, natija mana ichdan kelyapti, lekin uni gapirib bo'lmaydi-da, zo'r-da u. U вообще zo'r. To'g'risi o'zi boshimgacha bijillab ketdi-da, o'zi shunday o'zim gapiraman, lekin men kelganimda, xo'sh o'zi ko'p stollarni ko'rganmiz, zo'rlarini, ishoning bitta kelib salom bermaydi. Siz даже pul beryapsiz o'qishga, no sizni u pisand qilmaydi. U kibrda u yerda hech qanaqa ma'no ham yo'q, mantiq ham yo'q. Lekin mana shu holatda o'zi men shuni bildim. Ustoz juda kamtar. Mammas Allohga shukr, noldan xuddi o'zimiz qanday qishloq sharoitda mol qo'yib boqib, katta joylarida, tepa joylar, shunaqa holatda chiqib kelyapti ustoz. Allohga shukr, omadlarini bersin. Inshaalloh bizani hurmat qilib, shuncha hurmat izzat ko'rsatyaptilar. Inshaalloh biz ham erta ustozdan shu taraflarni ustozdan qarochi olinayotgan jihat ko'p ekan, aka-ukalar. Mana inshaalloh erta mo'z ommaviy nimaga chiqib ketishimiz mumkin. O'shanda sizlar e'tibor qilinglar har bir gapga, har bir so'zga. Uni tagida qancha ma'no yotibdi, uni faqat ozgina cho'qib bilish kerak. Agar uni cho'qib bilmasalaringiz, u o'zlaringiz xatolaringiz bo'ladi. Ustoz doim shu gapni aytadilar. Mana bozorni aniq ko'rsatadilar. Sherdan sel, sherdan bay deyaptilar. Allohga shukr, analizlari polni yangiliklarda uyushqa berish u hammaniki emas. Kimdir tepa ketib qolsa, bu yerda xato qilinmas deydi. Yo'q, ustozlar u xatoni men ko'rmadim desam ham bo'ladi. Kechaki yangilikda ham, nofarimda ham cho'tka ishlab berdi. Bugungisida вообще bomba ishlab berdi. Maslahatim, ustozga adashmanglar. Berayotgan pullaringizga o'sha dastoyni ustoz topsalaringiz, inshaalloh menimcha sizlar yaxshi yo'ldasizlar. Agar ustozdan adashsalaringiz, o'zlaringiz uchun keyin bilasizlar, dalchi natija qanaqa bo'lishini. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Abdushukratan. Rahmat. Ismim Javohir, 2003-yilman. Bek traderda уже как minimum 2 yil davomida kuzatyapman. Lekin natija bormi yo'qmi ishonmagandim. O'tgan yili 25-yil avgust oyida komissiyaga qo'shilganimdan keyin 2 oy davomida men natijali rezultat qilganim sababli o'zimga maqsad qo'ydim. Qachonki Aslbek aka tur qilganda o'sha turga qo'shilib olaman deb. Chunki men bitta katta problemim, что bir hafta yo 1 oy yo 2 oylik qilgan profitimni 1 yo 2 kun ichida yo'qotib qo'yishim. O'sha sababda, o'sha problemalarni yo'q qilish uchun kelganda, Xudo xolasa yechimini topdim, sababini stop qanday qo'yishligini, stopni kichkina qo'yishligilarini o'rganib ketdim. Bu yerda o'tilayotgan har bir darsimiz praktik va analitik tomondan bo'ladi. Misol uchun ustoz dars o'taydi, dars davomida har bir kishiga individualniy внимание обращать qilaydi. Qanday? Har birimiz o'tilgan mavzu bo'yicha bozorni backtest qilaydik. Har xil valyuta paralar yoki gold bo'lsa gold, serebro, oil hamma narsadan bitta backtest qilaydik va bozorda analiz qilaydik. O'sha vaqt davomida qanday kamchiliklar bo'lsa, ustoz bizga to'g'rilaydi. Men ismim Sardor, 2001-yilman. Bu BKni anchadan beri ko'rib kelaman, lekin bu trading sohasida 6 oydan beri ishlab boshlayapman. Birinchi startim o'sha BKni do'stlari Srochakada bo'lgani tufayli o'sha paytda niyat qilganman, turga borib BKni o'zida ham o'qishdi. Srochakada ko'p ma'lumotlar oldim. O'sha ma'lumotlar orqali kommutaga ham qo'shildim, savdolar bo'ldi. Shu bilimlarimizni yanada mustahkamlash uchun turga, ya'ni Batumiga keldik. Mana 10 kun davomida bilimlar oldik, cho'tki. Shu bilimlar oxirgi 3 kunlik darsda biz umuman hech qayerda ko'rmagan bilimlarimizni berdi. Aslbek aka u juda bomba bo'ldi. Endi shu bilimlar orqali nasib bo'lsa yana savdolarni davom ettiramiz. Kelasi yilga turlarga ham kelishni niyat qildik. Birga endi shu 10 kishi bo'lib kelganmiz. Shu 10 kishi yana qaytib ko'rishni niyat qilganmiz. Bu hozir bizga o'tilgan darslar ko'pi, community ham bor. Endi asosiy o'sha oxirgi kunda o'tilgan darslar Aslbek aka o'zi o'tdi. U darslar endi individual o'quvchilarga beriladi deb olib qaraganda, sharoitdan kelib chiqqan holda communityda ham o'rgansa bo'ladi. Sharoit ko'tarsa, Aslbek aka o'zida o'rgansa ham
yaxshi bo'ladi. Offline yaxshi. Offline yaxshi. Men nima qilishim kerak? Ketib o'tirib beraymi? Trading boshlagan vaqtim onlayn o'rganish boshlaganman. Ingliz tilini bilishim uchun ko'p informatsiyalar, 80% informatsiya YouTube'da. YouTube'dan o'rganish boshlaganman, lekin YouTube'dan o'rgansangiz rasxod deb masalan odamlar o'qimaydi-yu, lekin YouTube'dan avval rasxod ko'payib ketar ekanda. Chunki YouTube'dan o'rgangan vaqtingiz xatolaringiz, nima xato qilgansiz, hammasiga o'zingiz to'laysiz tradingga. Har bitta xatoni pul bilan to'laysiz. Bu xod $100, xod $1000 depozitga bog'liq o'zi sharoitingiz bilan. Bilim uchun sarmoya qilish kerak baribir. Ha, u bilimga sarmoya qilmasdan bo'lmaydi. Masalan, Warren Buffett ham, barcha traderlar ham o'zini shaxsiy ustozi bo'ladi. Men biladigan traderlar bor. Jetcap degan. O'zi masalan dunyoda birinchi o'rinda turadi, prop kompaniyalar bo'yicha trading yo'nalishida. O'shani ham ustozi bor. U har oy deyarli 1 mingdan ziyod pulni faqat o'qishga sarflaydi, o'zini ustiga ishlashga. Endi sizga savol, ustoz tanlashda siz shu safar adashmadingizmi? Shu safar adashmaganimga последний 3 kun javob berdi, yo'q degan javob. Oxirgi 3 kun juda zo'r o'tdi. Вообще zo'r bo'ldi. Men biron marta tradingga o'zim qiziqib kirganman, biron pul uchun yoki boshqa narsa uchun emas. Sharoitimiz yaxshi bo'lgani uchun o'zim qiziqib kirganman. Hamma narsasini ochishga harakat qilaman-da. Kitoblar o'qiyman, intervyular ko'raman. O'zi birinchi bo'lib men Bek akani tonimasdim. Asilbek tonimasdim. Internetda faqat ingliz traderlarni ko'raman-da. O'zbek traderlarni ko'rmasdim. Birdaniga 2 yil oldimi, 1 yil oldimi boshlandi. Bek trader ko'rding, Bek trader ko'rdingmi? Tonimayman. Aytib yo'q ko'rmanman, kim ekani. Ha, shu Instagram dedi. Instagram tashladi. Ko'rdim. O'rgatiladigan narsalar real narsa, unaqa kichik puldan katta pul qilish yoki odamlarga emotsiya berish emas. O'shandan keyin qiziqdim. O'yladim boshiga bu kishi ham katta traderlarday yozsam agar yoki telefon qilsam agar atvet bermaylar deb o'yladim. Masalan, vaqt ajratmaydi, bir xillar bosh qilmaydi-ku. Yozdim, bittaga javob keldi. O'shandan bildimki, nima deylar, o'zimiz jaydar bolalardan. O'shandan keyin o'zlari bilan gaplashib, aniqlab, nima qildim, keyin nima qilsam agar o'zimiz tarafdan ekanlar. Polni surishtirdim. Yaxshi, zo'r ishlayotganlarni o'zim analiz qilib chiqdim kanaldan. Polnisga. Unaqa soxta hayot yo'q-da. Yo'q, soxta hayot yo'q. Buni hayotini reklama qilish ham yo'q, masalan. Keyin qarang, endi traderlikni o'rganayotgan bo'lsa, masalan, sizlar o'sha o'rgandingizlar, keldingizlar, o'qidingizlar. Hali o'rgangan traderga qiziqadi-yu, trading sohasida tushunchasi yo'q. Bek trader kelsa bo'ladimi? Yoki nimadir tushunchaga ega bo'lib keyin kelgan ma'qulroq. Endi baribir agar trading turga keladigan bo'lsak, trading turga akasroj borlar. O'n kun Toshkentga o'zlari noldan fundamental nimalarni beradilar. Ya'ni fundamentini beradilar tradingni. 10 kundan keyin Bek akani o'zlari qolganini dalchi bo'lishi. Sizlarda ham xuddi shunaqa bo'ldi. Ha? Hozir bu yoqdan chiqib, shu bilan Buxoroda borib trading sohasini davom ettirasizmi? Shunaqa. Boshlamaymi deyotganlar uchun agar qarzi bo'lsa, krediti bo'lsa yoki polni e'tiborini shunga qaratib, hamma e'tiborni shunga qaratib daraboy bo'laman yoki srazi pul topib ketaman desa agar kirmasligi maslahat berardim. Chunki o'zim shunday qilib kirganman, u normalniy sima ketganda. Bu narsa trading ancha vaqt talab qiladi. Masalan, institutga o'qish qanday 4 yil talab qilsa, diplom olib, biron davlat ishiga ishlab, masalan 3 million 4 million oylik uchun kreditga qanchalik vaqt talab qilsa, bu undan kamroq bo'ladi. Menga 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri men rezultatlarim bor, lekin o'zimni stabillikka olib chiqa olmadim. O'sha uchun qarz, kredit bilan kirish maslahat bermasdim. Bu motivatsiya bo'ldimi yo boshlamaylar deganlar. Yoshim 19da. Tradingga 21-yil kriptoda kirib kelganman. O'sha kriptoda kanallar, bu narsa o'shalarni ko'rib, sekin-sekin kirib, keyin Asilbek ekan videosini ko'rib, keyin sekin kanalga podpisatsiya bo'lib, o'sha orqali kirib kelganman. Darslarini ko'rib, birinchi Asilbek ekan o'rganganman hammasini. Keyin endi ishlab yurganmiz, o'rtog'im bilan communityga qo'shilganmiz. O'qishga uncha sharoit bo'lmagan. 17 yoshda ham trader bo'lsa bo'ladimi shunda? Bo'ladi. Qiziqish bo'lsa, boshiga sekin-sekin o'rganib, qiziqib kirib ketsa bo'ladi. Siz ishlab joyiga kelishimga ancha ma'lum bo'ldi, vaqt ketdi. Keyin joyiga kelishim sababi shu ishlab yurgan paytimda o'rtog'im, do'stim shu birga o'qimaysanmi, Asilbekning oldiga bormaysanmi deb poddershka qilib o'zi yordam berib joyigacha jo'natdi. Keyin birga Sirojga ham o'qidik. Shu sababli shu joyga yetib keldim. Bu yoqgacha yetib kelib, Bek traderda o'qib, to'g'ri ish qildim deb o'ylaysizmi?
Nega yo'q? Chunki Aslbekni oldindan o'sha YouTube'da ko'rib kelganman. Bilimini bilaman, birga darslarini ko'rib. Buning hammasi Aslbek orqali trader darajasi shu joygacha yetib keldim. Hamma darslarini ko'rib. Endi qarang, trading sohasida hype traderlar ko'payib ketgan, ya'ni soxta gelik, kostyum shimda. Big trader soxta gelik, kostyum shimda yurmasa ham, ustozlik darajasi qanaqa ekan? Ustozlik darajasi birinchi o'rinda deb o'ylayman. Bilgan biladi Aslbek egani. U mashina, u hammasi hype'di. Bilimini olgan odam biladi Aslbek egani, bilim dars berish darajalarini olsa, o'shanda biladi. Aslbek akani qancha vaqtdan beri kuzatasiz? Aslbek akani 23-yildan beri kuzataman. YouTube orqali o'sha birinchi darsini resistance support zonalarini o'sha orqali ko'rib, darsiga qiziqib qolib, podpisatsiya bosib shu orqali kirib kelganman. Demoqchisizki, Aslbek akani rezultatini ko'rgansiz, chiqargan shogirdlarni bilasiz. Siz tengi 17 yoshli do'stlaringizga aynan trading sohasini o'rganishni tavsiya berardingizmi va kimdan o'rganishi ma'qulroq? Sразу depozit emas, avval kallay bilimni olish kerak, ustida ishlash kerak, keyin trade'ga kirish kerak va Aslbek akani tavsiya qilaman. Sirojniki sekin-sekin shu orqali kirib kelsa bo'ladi. Siz endi Big Community Telegram kanalida ham bo'lgansiz oldinroq. Xo'p, Telegram kanalida o'rgansa tezroq o'rganadimi yoki mana bunaqa offline ko'rinishda o'rgansa trading sohasi tezroq o'rgansa bo'ladimi? Hammaga har xil. Agar oldindan tradingga qiziqib darslar ko'rib kelgan bo'lsa, communityga qo'shilib, video zapislari ko'rib, o'zini ustida ishlab ko'tarilsa bo'ladi. Offline bo'lsa, undan ham yaxshi oldida ishlab, xatolarini ko'rib, to'g'rilab ishlasa bo'ladi. 17 yoshda trading sohasidan necha pul topsa bo'lar ekan? Eng ko'p topgan pulingiz? Eng ko'p topgan pulim $40dan 300 bo'lgan, stabil ishlaganman. Razgonga oldin razgon qilib, o'sha kriptolarda minus qilganman, keyin o'sha sekin-sekin xatolarimni tushunib, risk qilmasdan sekin-sekin o'qib ishlaganman, to'g'rilab. Do'stingizga aytadigan gapingiz bo'lsa, mayli, mana shu yerga kelganingizga sababchi bo'lgan. Do'stim shu joygacha yetib keldim. Do'stim hammasiga yonimda turib, poddershka qilganiga katta rahmat. Xudo xolasa, endi natijalar qilib yonimga tortib, poddershka qilaman. Rahmat, Shohruh. Asad aka, trading sohasini qayerda va qachondan beri o'rganishni boshladingiz? Trading sohasiga kirishim o'zi 22-yilda boshlangan. Endi u yerda onlayn kurslar sotib olganman, boshqa qilganman. Undan keyin savdoga kirganman, onlayn kurslarni o'qib va undan keyin bir ikkita minuslar qilganman, boshqa qilganman va 22-yilda oxirida Aslbek aka bilan Sirojna akani endi hamma traderlarda kurslar chiqib ketadi-yu internetga. Va hozir juda ko'payadi. Hozir juda ko'payadi. Ko'p o'sha kurslarni ko'rganman. Tekin kurslar ekan, bepul kurs deb yozib qo'ygan, o'zi kanali ham bor. Telegram kanali ham. Bepul Telegram kanali ham bor. O'sha yerga men podpiska bo'lganman va o'sha yerda bularning bilimini, tajribasini, bozorga qarashini ko'rib, bularga qiziqish, ya'ni tradingga bular o'rgatyapti va tradingga qiziqishim yanada uyg'ongan. Demak, Sirojna akada o'qidingiz. Sizlarning ofislaringiz qayerda edi? Hozir ham qayerda? Hozirda Toshkentdagi ofisimiz Nestvanda. Nestvanda. Shunday. Nestvanda trading sohasini o'sha yerda o'rganyapsizlar, to'g'rimi? Shunday. Sirojna akani o'sha o'rgatganlari qanchalik trading sohasida sizga yordam berib kelyapti? Onlayn o'zi o'rganganman, o'qiganman va offline kelib o'zidan kurs olganimda umuman Siroj akani bozorga qarashi, endi hozirgi traderlar bir kunlik mana shu kichkina grafikda ko'rsa, Siroj aka esa global, ya'ni bozorni umumiy tushunchasini beradi. Ya'ni bozor katta swing trade'larda Siroj akadan xudo xolasa o'rganib boryapmiz. Endi traderlik boshlayotganlarga ustoz tanlashda qanaqa xatolarga yo'l qo'ymasligini tavsiya berardingiz? Endi tradingga kirayotgan, ya'ni o'quvchilarga, mana yoshi katta, yoshi kichkinalarga avvalambor birinchi risk depozit tashlamasdan birinchi bilimini olishni xohlardim. Va nafaqat bu yoqqa kelish kerak, balki boshqa traderlar ham bor. Endi o'zlari yoqtirgan traderlar bor. O'shalarga borib birinchi bilim olishini talab qilardim. Hech qachon bilim olmasdan
tradingga kirishni men maslahat bermasdim. Endi bularda o'qimasdan oldin ham siz trading sohasini qayerdandir o'rganganmisiz? Shunday. Ustoz bo'lganmi o'shanda ham? Onlayn endi. Onlayn. Hozirda nomi yo'q. Yani yo'q bo'lib ketgan. Qisqasida mana shu Lahatron anaqalarga uchrab qolganman. Ulardan o'rganganman va o'sha o'rgangan bilimlarimni, ya'ni bozorga pulim berib chiqib ketganman-da. Endi qarang, trading sohasida ko'pchilik yangi kasb, yaxshi daromad olay deb kirmoqchi bo'ladi, yonida kamroq puli bo'ladi o'rganish uchun. Ya'ni ustozga ham xohlaysizmi yo'qmi pul beriladi moliyaviy jihatdan. Aynan bu akademiyada o'qish qanchalik qimmat yoki arzon? Bu yerda o'qish yaxshi summa, o'zi qimmatligi, lekin bilimga nisbatan zo'r summa. Narxi bilan bilim bir-biriga to'g'ri keladi. Yo'q, bilim yuqoriroq narxga nisbatan. Narxga nisbatan bilim yuqoriroq. Demoqchisizki, agar o'sha pulni bilim uchun investitsiya qilsa, trading sohasidan yaxshi daromadga chiqa oladi. Yaxshi daromadga chiqa oladi, qachonki o'shani ketma-ketlikda backtest qilib olib borsa. Amaliyotda bajarsa-da. Siroj akani o'sha sizga ustozlik qilishida yoqadigan tarafi va yoqmaydigan tarafi bo'lsa aytingchi. Siroj akani juda katta ustun tarafi bozorga logik qaraydi, ya'ni logiskiy qarashida juda zo'r qaraydi bozorga. O'sha taraflari juda yoqadi. Yoqmaydigan tarafi men qattiq ta'lim unaqa jo'ski emasmi? Vaqtida jo'ski, vaqtida o'sha. Endi trading sohasini necha yoshdan boshlash ma'qulroq? Trading sohasini boshlashga nisbatan, yoshga nisbatan aytadigan bo'lsam, endi kimdirda sharoiti bo'lsa, oilaviy sharoiti bo'lsa, o'sha 18 yoshdan yaxshi, agar uydagilari ko'tarsa, agar ko'tarmasa, o'zi ozgina pul to'plab keyin investitsiya qilgan yaxshi. Nima deb o'ylaysiz? Masalan, professional trading sohasiga kirib kelyapsiz. Trading sohasining umri qancha? Deylik, bu kelajak kasbimi yoki qanchadir vaqtdan keyin treyderlik o'lib boradimi? Treyderlikda endi umriga keladigan bo'lsak, u 1950-yillardan beri bor bu narsa. Aslida. Hozirda bizga endi kirib kelgan narsa. Bu endi hozir raqamli texnologiya rivojlangan sari, endi biz faqat raqamliga tayanib boryapmiz-ku. Mana Web 3 dasturlar ham boshlandi. Biz Web 2 da internetlarda Google'lar Web 2, Web 3lar o'sha Bitcoin emas, trading sohasi menimcha hali bo'lmaydi, o'lmaydi. Davomli soha. Trading sohasiga qiziqadi-yu, lekin hech narsani bilmaydi. O'zi Rossiyada ishlab yuribdi, og'ir ishda ishlab yuribdi yoki nima deydi? Umuman trading sohasiga bilim darajasi qay darajada kerak? Ya'ni matematikani yaxshi bilish kerak, fizikani, ingliz tilini yoki bu fanlarni bilmasdan turib ham trading sohasida yaxshi rezultat qilsa bo'ladimi? Endi matematikani bilgan avvalambor yaxshi. Bu yerda raqamlar, algoritm, ularni bilsa yanada kuchli bo'ladi. Bularni bilmasdan turib, o'sha kuchli ustozga borsa, o'sha bilganlarini shunda o'rgatadi. Buni bilish ham unaqa juda ahamiyatli emas. Tushunarli. Hozir o'zlaringiz o'qiyotgan o'quvchilar orasida chet davlatdan kelib yoki o'zimizda o'zbeklar Rossiyaga ishlashga ketgan-ku, yangi kasb o'rganish uchun Rossiyadan kelib sizlarga o'qiyotgan ekan. Shu rostmi? O'sha siz qatori shogird bo'lib yurgan ekan, bormi shunaqalar? Meni xonadoshim bor edi. Ya'ni bitta mehmonxonada tursak, ya'ni xonadoshim Koreyada edi. Jasur. Kecha ketdi, kecha kuzatdik. Bu bilan Xudo xolisa, yana ko'rishamiz deb niyat qilib qo'ydik. O'sha Koreyadan kelib bu yerda ta'lim olib ketdi. Toshkent ofisga Siroj aka yoniga borib, shogird tushib o'rgansa ham bilimlari yetarli bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta, nimaga yetarli, ha? Imkon bo'lsa kelish kerak, imkon bo'lmasa o'sha Toshkentdagi ofisda ham o'rgansa bo'ladi. Shunday. Tushunarli. Bitta treyderlar uchun, endi boshlayotgan treyderlar uchun motivatsion gapingiz bo'lsa, marhamat. Bilim olishdan va to'g'ri ustoz tanlashdan adashmaslikni maslahat berib qolardim-da. Endi ko'radigan bo'lsak, bizning oldimizga shuncha mana o'quvchilarimiz keldi va intervyular ham как положено oldik, o'zlaridan eshitdingizlar. Mana kimlardir do'stlari поддержка qilgan kelgan, kimlardir yillar davomida natijaga chiqa olmagan kelgan, kimlardir savdo qilib yuruvdi, ozgina xatosini ko'rib, sirazi xatoni to'g'rilash maqsadida kelgan. Xullas, nima bo'lganda ham hammalaridan как положено eshitdingizlar aka-ukalar, o'ylaymanki, yetkazib berdik va bolalarni eslab qolinglar. Men bularga Yolg'on akam va boshqa mehr berganimiz yo'q, nafaqat men, balki da mana Sirojiddin o'zlari ham. Men просто Siroj menga bolalarni как положено tayyorlab, zakonni qilib berdi. 70% ishni kattalar tan olish kerak, Sirojiddin o'zi qildi. Chunki bolalar borib noldan tushuntirib, ularni
gapini eshitib ko'tarish u hammaga emas. Kattakon rahmat Sirojga ham. Mana keyingi 10 kunlikda birgalikda 10 kishini ham olib oldimga keldi va qolgan 30%ni как положено to'ldirdik 10 kun davomida. O'ylaymanki hammasi chotki bo'ldi. Sizda qanday bo'ldi bolalarni olishi yoki da boshqa? Endi bolalar bilan qiyinchilik ko'rmadik, chunki hammasi o'qib kelgan bolalar, ya'ni tushunchasi bor, faqat o'sha sistema ma'nosiga keladigan bo'lsak, ishlash deganda faqat kichik time frame'ga o'tirib qolgan va kichik time frame'da ishlashni o'rgatdik. Asosan endi Toshkentda o'sha bazaviy tushunchalar va bozor global qarashlarni o'rgandik. Bolalar yaxshi oldi, mana yaxshi tushungani uchun bu yerda dalchi davom ettirib keta oldi. Mana Asilbek bor bilimini berdi, darslarini berdi. Shu orada mana Asadbekka ham deylik yaxshi bilim tekkizib o'tib ketdik. Asadbek, men Asadbekni o'zi kattalar, sizlar tanisizlar. Bizning o'quvchimiz bilan Xudo xolasa отдельно shug'ullanib boshlayapmiz. Mana Sirojiddin noldan o'zi o'qitib, tosh darajagacha olib keldi. Mana men oldimga ham keldi. Mana tajriba oshirish maqsadida o'zimdagi bilimlarim ulashib bordim. Bundan buyog'iga yana dars kuzatib borsangizlar, bulardan ham yaxshi natijalar kutib qolinglar. Bola oladigan bola unaqa qayta tushuntirsangiz keyin oladigan unaqa emas. Yarimtada oladi. Kirmasa so'raydi. Glavnisi shu. Sizlarga ham shu maslahatni beraman. Ko'pchiliklaringiz darslar bor, o'tirasizlarda, so'ra olmaysizlar ustozdan. Bergansiz, boshqa qilgansiz, shuning uchun men ular aytib eshitib so'rayveringlar kattalar. Xijolatchilik stepga ketganingizdan keyin sizga har bitta bo'lgan xijolatingiz uchun dollarlarda to'laysizda, xato qilib qaytarasiz. Shuning uchun unaqa narsalar kerak emas. Siroj masalasiga kelsak, Siroj bilan biz birgalikda boshlaganmiz. Bilmaganlar uchun mana ma'lumot 2018-yil trading sohasiga kirib kelganmiz. Shu Siroj sabab как положено boshlaganmiz va mana hozirgi kungacha davom etib kelyapmiz. Lekin bizlarda ham shu paytgacha o'rtaga kirib chiqqan aytakdalik boshqalar ham bo'lgan. Lekin mayli, ular o'z yo'liga. Glavnisi mana hozirgi kunda o'zimiz. Sizlarga ham bitta maslahat, har qanaqa sohada bo'lsangizlar ham oralaringizga bir do'stlaringiz bilan qanaqadir biznes qilsangiz yoki qanaqadir ish qiladigan bo'lsangizlar, uchinchi shaxs kirib sizga buni deb, unga uni deb buzuydiganlar baribir chiqadi-da bu hayotda kattalar. Mana shulardan ehtiyot bo'linglar, shunda vaqtingiz ketmaydi. Pulga ham topamiz, vaqtingiz ketmaydi asosiysi. Rahmat kattadan Siroj. Xudo xolasa bu yo'lga nafaqat kattalarda o'zimizda ham bundan yaxshi natijalar kuzatib kutib qolamiz. Xudo xolasa. Shunaqa tajriba bo'lyapti. Asosiysi bizga pastda qo'ng'iroqcha bor, qo'ng'iroqchani ham bosib, podpiska bosib, like bosib, kommentariya, lekin asosiysi bo'lsin kattalar. Agar sizga ma'qul kelsa shu holat, do'stlaringiz bilan ham ulashinglar, chunki bunaqa intervyu, bunaqa holatda hamma ham sizga ochib bermaydi ekan. Hammaga rahmat.